Mana shu 31 yildan beri viloyat soliq boshqarmasida ishlab kelmoqdaman. 5 yil shahar soliq inspeksiyasida ishladim bog'bon bo'lib. Ana undan keyin 2000-yildan boshlab hozirgi paytgacha soliq boshqarmasida bog'bon bo'lib ishlab kelmoqdaman. Albatta shu yerda ishlagandan keyin o'zimizda qandaydir bir hissamizni qo'shish, vatanimizda, yurtimizda obodligi uchun mana bu daraxtlarni, mevali daraxtlarni olib kelib ekyapmiz, manzarali daraxtlarni olib kelib ekyapmiz, turli xil gullarni olib kelib ekyapmiz, parvarishlayapmiz. Kichkinagina limonariyimiz bor, issiqxonamiz, o'sha issiqxonada limon yetishtiryapmiz. Bu yetishtirgan limonlarni kuzda albatta mana shu xodimlarimizga yetkazib bermoqdamiz. Undan tashqari qanday haligi bo'lsa rahbariyatga iltimos qilsak, shular yetkazib beryapti. Gul ko'chatini, boyaga turli xil meva ko'chatlarini, o'shalarni olib kelib hozirgi paytda parvarish qilmoqdaman. Undan keyin ham albatta shu tashkilotimizda obodligi uchun o'zimda hissamni qo'shaman.